Allohning ishidan sakrab keta olmaymiz. Ya'ni 2,5 yoshni bilimida turgan bolani birdaniga 7 yoshga o'tkazib qo'ya olmaymiz. Bizning davrimizda biz 6 yoshdan, shaxsan men 5,5 yoshda maktabga chiqqanman. 6 yoshda maktabga chiqardik. Bu qiz уже 7 yosh bo'lib bo'ldi, maktab programmasini bilish kerak. Xo'p, mayli. Mayli, ularni unutaylik-da, birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Qarang, mana oddiy hozir chiqqan nima bor? Yordamchi bizga Chat GTPmi, GPTmi? Chat GTPga kirib 2 yoshdan boshlaylik. 2 yashar sog'lom bola nimalarni bilishi kerak degan savolni beramiz. U chiqarib beradi bir dunyo narsani. Galochka qo'yamiz. Buni biladi, buni biladi, ha, buni bilmaydi. Buni biladi, buni biladi. Ana endi mana shu bilmaganini to'ldiramiz. Allohning ishidan sakrab keta olmaymiz. Ya'ni 2,5 yoshni bilimida turgan bolani birdaniga 7 yoshga o'tkazib qo'ya olmaymiz. 3, 4, 5, 6 yoshni chetga surib qo'ya olmaymiz. Hech qanaqasiga. Baribir shu tempda boshlaymiz. Faqat ZPR bo'lganini hisobiga tengdoshlaridan prosta kimdir 2 baravar kechga qoladi, kimdir yarim baravar kechga, sizni bolangiz 3 baravar kechga qoladi. Tushuntirdimmi? Hech bo'lmaganda birinchi qiladigan o'zingiz uyda doimiy mashg'ulotlardan tashqari qilishingiz mumkin bo'lgan narsa, birinchi 2 yoshni to'ldirasiz. Ya'ni 2 to'ldi, 2 yoshda bilish kerak bo'lgan hamma narsani bildi, 3 ga o'tamiz. 3 ni spiskasini chiqaramizda, galochkasini qo'yamiz. Minus, plus qo'yamiz. Bilmaydigan narsasini o'rgatamiz. Hech bo'lmasa shunaqa qilib turib uyda o'zimiz bola bilan ishlasak ham bizga ancha plusga olib chiqadi bola. Lekin men har doim aytaman bu narsani. Bir xil defektologlarga borsanglar, hali Mamitdagi hayvonni farqlamaydi bir-biridan-da, misol uchun, farqlamaydiganga o'shanda qo'shiq ayirishni o'rgatishadi. Это неправильно. Baribir o'rganmaydi u narsani bola. U narsani avtomatizatsiyada yodlab olishi mumkin, lekin bola tushunib o'rganmaydi. Chunki Alloh tomonidan berilgan yoshni o'zini etaplari bor. Qaysidir etaplardan o'tmasangiz, baribir yapib o'tib qola olasiz. Yana ham oddiy misol qilib aytib beraman sizga. O'zimiz sog'lom odammiz, mana hozir 40 ga kirdik deylik, 40 yoshdamiz. 60 yashar onalarimiz bilgan narsani-chi bilamiz deb rosa harakat qilsak ham ular bizga tushunib ola olmaymiz. Nima deyapti bular, nimaga bunaqa deydi, qarib qoldi deymiz. Lekin rovno 60 ga borganimizda xuddi o'shalarni qilig'ini qilamiz. To'g'rimi? Sababi mana 20 yillik ichida ular bosib o'tgan etaplarni bosib o'tib, o'zimizni ham dunyo qarashimiz, o'zimizni ham fikrlashimiz o'sha 60 yoshdagilarga yetadi. Lekin 40 yoshda biz 60 yoshni tushunmaymiz hech qanaqasiga. Onam qaridilar deymiz. To'g'rimi? Xuddi shunaqa biz. Bular ham, ya'ni hozir buni 2,5 yoshni aqli bilan 7 yashar bolani bilimini menga kirgizib qo'ya olmaydi. Siz ham kirgizing.